Jigarlar, aynan shu joyda Sotqon filmining mana shu joyi olingan. Qisqacha ko'rishinglar mumkin. Namoz o'qishni bilasizmi? Yo'q, hali boshlamadim. Yo'q, men sizni Sarvarjon namozga da'vat etmoqchi emasman. Lekin bir narsani bilib qo'ying. Namoz bu Alloh bilan suhbat. Inson Alloh bilan suhbat qurayotgan paytda o'zida qiynayotgan savollarga javob olishi mumkin. Aynan Hafizullo Omon va Farruh Soipovning roli ham shu joyda olingan. Bu chaylamiz Bog'shamolning eng yuqori qismida joylashgan va bu yerda havo juda ham sovuq bo'ladi. Andijonning eng issiq kunida ham yozda bu yerlar juda ham sovuq bo'ladi. Shaxsan o'zim Bog'shamolda ishlaganman. Bunga ancha yillar bo'ldi. O'sha paytlar kechasi Bog'shamolda qolardik va havo shu darajada sovuq bo'lgandan shu chaylalarda ko'rpa o'ranib yotardik. Va endi manzaraga bitta baho berasizlar, jigarlar. Просто bomba.